Assalomu alaykum. Ishxon oila avtobunachilari. Videoni oxirigacha tomosha qilishlaringizni iltimos qilib qolaman. Shok dedik, hayron qoladigan bir qiziqarli bir narsani ko'rsataman. Hammani oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman videoni. Va Cobalt avtomobil motor mo'ylarini almashtirib berdik. Dastavka xizmatlarimizdan foydalangan holatda almashtirib beryapmiz. Mana bonuslarga suxoy tumanchani urib beryapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kondisionerlar qo'shilgan, ichiga kirib bo'lmaydi-da, uni ko'rib bo'lmaydi. Hoppale. Va motorlarini, korobkalarini, motor mo'ylarini almashtirib berdik. Mashinani taniganlar bo'lsa bitta like bosadi va tanimaganlar bo'lsa bugun sentrda quyosh chiqargan bola dedi-ku. Shu bola. Va birinchidan aytib o'tamiz, motorlarga generalda 5 ga 30 dan solib berdik. Har doim unutmangizlar, SM+. SM+, mana bukvasidan katta farq bo'ladi. Bu sifatlisi. Probega 10 ming yozib beryapmiz. Va korobkalarga Bosti Dexstron 6 dan solib beryapmiz. Germanskiy deyiladi, mana germanskiy firma. Va har doim aytib o'tganimizdek, falshifkaga qarshimiz bizlar. Idishlarni teshib tashlaymiz. Va mashina filtrini almashtirib berdik. Va voziqa filtrini almashtirib berdik. Salon filtrini almashtirib berdik. Va aksessuarlarimizga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Kommentariy yozib ketingizlar. Yana bunaqa qiziqarli mashinachilar bo'lsa olamiz. Va kech bo'lishiga qaramasdan soat mobaynlari 12 dan o'tyapti. Dastavka xizmatlarini foydalanib ukamiz olib beramiz hozir. Probeklarni ko'rsatib o'tamiz. Mana probeklarni ko'rishlaringiz mumkin. Hozir probeklari 181.024 km yurgan. Endi bu yoqdagi boyagi videoni oxirigacha ko'ramiz deganga yarasha biz bitta narsani ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qarang, oldingi motor mo'ylarini almashtirib berganmiz. 165 ming km almashtirib berganmiz. 175 ming almashtirsin deganmiz. Ammo lekin 181 ming yurgan, ko'rganlaringizdek. Hisob kitob to'g'rilash uchun 180 ming yozib qo'ydik. 190 mingni almasha xudo xolasa yana. 6 ming km o'tib ketyapti. Bu degani qo'shamiz 16 ming km yurib kelyapti. Mo'yimiz aholi zo'r edi. Va korobka mo'ylarni almashtirib berdik. Korobkasini 70 ming kilometrda almashtirganmiz. 120 mingni almashtirish kerak edi. Ko'rib turishlaringiz bilan 180 ming, 181 ming bo'lib ketgan. Korobka mo'yimiz o'tgan boyagisi 50 ming o'tyapti. 60 ming kilometr o'tib ketyapti. Bitta korobka mo'y o'tib ketyapti. Xudo xolasa endi 230 mingni almashadi. Korobka mo'yimiz ham 110 ming yuravergan. Nimaga dedi, esdan chiqib ketdi dedi, aka dedi. Esdan chiqmagan, pul bo'lmaganmi, endi hisob kitoblar bo'lgan. Va mana chiroyli qilib yozib berdik. Keltirishlaringiz mumkin. Har doimgidek xizmatdamiz. Dastavka nomerlarimiz bor. Manzilimiz aniq. Mana manzilimiz sentrdan kelasiz. O'zbekiston ko'chaga. Betonkadan kelsangiz ham bo'ladi. Mana telefon nomerlarimiz yozilgan. Va hozir ukamizga dastavka xizmatlaridan foydalangan holatda mashinasini olib borib beramiz. Hammangizni kutib qolamiz.